To'xtang. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bu video siz uchun aniq foydali bo'ladi. Bu videoda biz koronadan asga o'tish missiyasini bajarishni o'rgatamiz. Koronaga siz sog'lig'da chiqasizmi, duodami, первый лицодami ahamiyati yo'q. Missiyani bajarish uchun 3-litso otryadda o'ynashingiz shart. Va yana qizig'i ma'lumot. Siz bu missiyadan o'tishingiz uchun 4 kishi bo'lib Livik yoki Erangel boshlashingiz kerak. Bir o'zingiz avtopodborni yoqib o'ynasangiz bo'lmaydi. Va yana bir narsa, komandadagi barcha eng kamida korona 5 rangiga chiqqan bo'lishi kerak. Agar sizning komandangizda koronaga chiqqanlar bo'lmasa, xuddi shu tarzda podbor tashlab koronaga chiqqanlarni komandangizga qo'shib olishingiz mumkin. Komanda yig'ib bo'lganingizdan keyin eng muhim va asosiy joyi kartani ustida turgan mana bu sariq narsani ustiga bir marta bosib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa shuncha o'yiningiz va shuncha vaqtingiz bekorga ketgan bo'ladi. O'yinga kirganingizdan keyin xuddi shu 3 ta dumaloqni ichiga navbati bilan bosib qo'yishingiz kerak. Va siz Erangel o'ynasangiz top 15 ga, Livik o'ynasangiz top 8 ga kirishingiz kerak bo'ladi. Siz undan oldin o'lib ketib, komandangiz top 1 olsa ham vazifa bajarilmagan deb hisoblanadi. Vazifani bajarish uchun shu tarzda yashashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Hozirda 22 ta odam bor, mana shu 22 raqami 8 bo'lgungacha yashashingiz kerak. Komandangiz a'zosi o'lib ketib, top 8 ga kirsangiz ham bo'laveradi. Vazifa bajarildi. Bajarilganni belgisi mana shu 3-joyida ham ptichka paydo bo'ladi. Va biz asga chiqdik. Siz koronaga duo yoki soloda chiqqan bo'lsangiz, bunda olgan plyusingiz o'sha solo yoki duoda qo'shib beriladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni, shunga o'xshash foydali kontent kerak bo'lsa, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Hammaga rahmat.